Xaridor savdolashishni yomon ko'radigan xaridor. Bu xaridor dallollarning so'ziga kirmaydigan xaridor. Bu xaridor 7 qavat osmonga chiqsang ham, 7 qavat yerga kirsang ham orqangdan quvib yetadigan xaridor. Kelgandan keyin olib ketishi aniq bo'lgan xaridor o'lim farishtasi Hazrati Azroil alayhisalom. Men o'limga tayyorman taqsir. O'limga shu daraja tayyormanki, nikoh kechasida kuyovniki ketadigan kelindek tayyorman. Kuyov kelgandan keyin uzr so'rashi imkoni yo'q. Azroil eshik qoqqandan keyin fursat so'rashi imkoni yo'q. Umr intihosiga yetgandan keyin ko'kargan daraxtlar qurigandek, nur sochgan quyosh botgandek, dunyoga kelgan inson orqasiga ketishi muqarrar bo'lgandek, kamolga yetgan narsa orqaga qaytgandek, omonatni bermasdan ilojing yo'q. 1 soat oldinga emas, 1 soat orqaga emas. Bu xaridor otamni olib ketgan xaridor. Bu xaridor onamni olib ketgan xaridor Hazrati Azroil alayhisalom degan ekanlar. Mana shu 6 xil javob hammamizga xulosa bo'ladigan bo'lsa, hammamizning ham javobimiz. Keladigan xaridor hammamizning xaridorimiz. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga xaridorimizni aniq bilsagan, dunyoga musofirligimizni bilsagan, omonatligimizni bilsagan, dunyoda yurib bir-birimizga hasad nazarda qarash, din talashish, mazhab talashish, noto'g'ri bir tashviqotlarni hayotga olib kirishga harakat qilishlik, har xil oqimlarni dinga olib kirib, dinni siyosatga aylantirib, halol insonlarning orqasidan fitna fasodlar qilish, bir-birimizni bilsagan, xaridorimizni tanisagan, omonat bo'lsagan, achchiq bo'lsa haqiqat oramizda davom etib turibdi. Mana shu narsalar xalqimizning orasida bo'lib turganligini inobatga olib, mashoyixlarimizdan bir so'z bor ekanki, och bo'lsang bozorga bor, to'q bo'lsang mozorga bor. Och odam bozorni ko'rsa ko'zi to'yib keladi. Lekin to'yib ketsang, ko'zingni yog' bosib qolsa, odamlarni mensimay qolsang, dunyo ko'payib ketib qolsa, kibrga, manmanlikka ketib qoladigan bo'lsang, bir mozorga aylangin. Ahli quburlarni ko'rgin, qabrlarda yotgan allomay zamonlar, dunyo topgan davr davronlarni ko'rib, bularni oldida men kimman deb o'zingga savol bergin. Bir kunmas bir kun men ham xuddi shu manzilga kelaman-ku degan xayol bilan ko'zingni yog'lari erib ketsin degan ekanlar. Ustozimizning bir baytlari borki, bu hayot gulshaniga mehmon ekanmiz barchamiz. Bu dunyoga do'stlar oshiq ekanmiz barchamiz. Qo'sh imoratlar solay deb jonimiz bo'ldi halak. Endi bilsam bu imoratlarga mehmon ekanmiz barchamiz. Mol dunyolar topay deb har qayon chopdik mudom. To'plagan mollarni tashlab bir kun ketarmiz. Xaridor kelgan kun bu jonga bu dunyodan bir o'tarmiz. Ilohim, xaridorimiz kelgan paytda Alloh bergan omonatni o'ziga yorug' yuz bilan topshirib, dunyoda bir-birimizni qadrimizga yetib, mana shu dunyoda yurgan paytimizda oxirat uchun zaxira bo'ladigan amali solihlar bilan o'tishlikni Alloh hammamizga nasib etsin. Yurtimizni, elimizni obodonchiligini Alloh ziyoda qilsin. Hammamizni ham tinchlik, omonlik bilan holi hayotda umr guzaron qilib, qilgan amallari bilan Allohning jannatiga dohil bo'ladigan mu'minlarning qatorida bo'lishini Alloh nasib etsin.